Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yangisi 500 kiloli chiqdi. Faralar to'rttali bo'ladi. O'rta farasi bor, pavorotniklari, vitray oynalari, magnitofonlari, telefon postavka, avarinkalari bor, zadniy передний knopkalari, birinchi skor, ikkinchi skor tezliklarini regulировка qilish, signal, pavorotnik, pultlari ham Cobalt pultga o'xshagan. NFC kartalari ham karta tekisi yonadi. Karmanlari, narx solarasi bemalol, suv idishlari, ramalari mana 3 tali bo'ladi. Balon bolti 5 talik, 12 diametrda. Ularga tiyagalari bor, shtampovniy bortlarda. Orqalarida ham tiyagalari bor. Bu komplekt kelgan bo'lsak, zapaska baloni bo'ladi, magnitofon bo'ladi, vitray oyna, telefon postavka, keyin damkrati, balon kuluvchi, kaskasi, yomg'irga bo'lgan kombinezoni mana, polik, zaryadchik. Akkumulyatorga kelgan bo'lsak, akkumulyatorlari 53 amperlikdan 6 ta, motor miyasi 1,5 vatlik. Balonlar 5 ta voltli bo'ladi. Zapaskalari ham 5 ta voltli, 4,5 12 dan. Bortga kelgan bo'lsa, bort uzunligi 1,60, eniga 1,10 bo'ladi. Tezligi maksimal 40 ga chiqadi, zaryadkasi 60 km yetadi. Bemalol telefon orqali chiqib olasizlar, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Qo'ygan tushunmagan joylarga telefonni tushuntirib batafsil hamma joyini tanishtirib berilaveradi. Bortlari ham chuqur ishlangan. Spinkasi tushadi, odam o'tirishga moslashgan bortlar. Borti ham chuqurdan. 500 kilolik.